Dolzarb muhim xabar. Aynan Landhouse kompaniyasining mijozlarini iltimoslaridan kelib chiqqan holda kompaniya tomonidan qurilayotgan uylarni joylashuvini ko'rsatib o'tamiz. O'zgarish metro bekatidan katta halqa yo'li bo'ylab Simma mehmonxonasi, Korzinka, shaffof gaz quyish shoxobchasi, Yangi hayot 8-hudud ro'parasi, Yangi Darxon mahallasiga kirish qismida bunyod etilmoqda. Aynan men turgan joy bir makon loyihasiga kirish qismi hisoblanadi. Ushbu uylarimiz hamkorlikda qurilmoqda. Loyiha 40 ta uydan iborat. Aynan Landhouse kompaniyasi tomonidan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi, 25-chi, 26-chi, 27-chi, 28-chi, 29-chi, 30-chi, 31-chi, 37-chi, 38-chi, 39-chi, 40-chi ushbu sanab o'tilgan uylarning barchasini Landhouse kompaniyasi bunyod etmoqda. Landhouse kompaniyasini ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifalarga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring, sotuv kunlarini alohida e'lon qilamiz.